70 yoshga yaqinlashib yo'lni ta'dib besib ketmagan bu cho'ndadimiz amroq ayolini tilga olib ko'ziga liqqida yashagan edi. Ailemden kan besim bulap, hem tağlar ben, hem annem mağara yürek tıkın bulap alıp bilip kaldı. Özledim yalğız hazır. İnsan qadrini ayrılğandı bilar ekan. Ecel payti bulmag'ach ma'lum nadan kabi yurar ekan. Gar bari bo'lsa yonda qilin qadrini esa ketsa kelmagach qayta eslab kecha tunar ekan. Yaxshimisilar do'stlar, men Miraz obraz o'zgartirish programmasidan Optisami. Bugun bu cho'ndadimizga bek cho'ng chiqib biramsakma ust-bosh qiyofani o'zgartirib o'ziga bir xushallik ato qilmoqchiman. Haqsiz mehrli jurkunlardan birini o'tib bizni qo'shib olsanglar, cho'ndadimizning o'zgargan qiyofatidan birlikda huzur olaylik. Nayet enak belen ötütkan ailem belen. Ailem maşinçilik kılıttı. Maşinçilik kılıttı, lekin pul tapsımı alalık kılmay bana ekilip birdi. Men alalık kılmay ailem ekilip birdim. Aylanızdaki yana bir o'lishni o'ylab baqlama ya. Bir kıtım öğrenip, o kıtımla kamlaşanma xidmeye ettim. İkinci kıtım ağa ailemge 40 bin pul ketdi. Nechinchi yilda? Şoza 1998 yılımı teki. 1998 yili ikkinchi to'y qilgan vaqtda sizlar 40 ming ko'to'ylik qo'ygan. 40 bin kötülük qo'ydim. 40 Bu bin. vaqtda 40 ming ko'to'ylik. Bu vaqtki 40 ming ko'to'ylik hozir nech bo'ldi? Yoki tag'imiz xatoyi setib olganmidi? 40 bin pul haydab aldım. Bu ayoldan taz epişemme alışıp ketdi o ayol. Yalğız yetiverse dem köyden tatını qo'yib turdi ki o'zincha. O'limdan eg'irkan ba'zida yashash. Bag'ringni bosidi g'oyib qoramtash. Yolg'izlik qalbingni o'rdigan chaqda ko'zingdan tomchimay qiynaydi yosh. Biz ham Urumchidan keldik. Boshda sizlarga o'xshash mehri siq atalarimizni qiyofat jihatdan o'zgartirib, o'zlariga ma'naviy zo'qataga asosdan mush jarayonlarni xatir qilib film ishlatmayotgan. Ha belen bopta boşları. Belen bopta. Sizlar film tasdiq bo'ldi-ku? Bo'ladi. O'zlari nima ish qildilar? Men asla orman ishlayman. Ha. Ko'kat ishlayman, cho'men. Turmushning nimada yop ishlikka istamasda ko'kar sizlarni to'plar ekansa? Ha, men o'tayman ba. Buningcha. Sizlar to'ylarda qanday kiyimga yadlar bormi? Men vaqtni shu o'zaliqqa hokim quloq deydigan bir quloqchanlarimiz bor. Buni putim xiram menda kash. Bilimga menda duxat bulvaq bog'lab, shu kiyim kiygan. Nalib qapqasdaga nasib degan sizlar peshar qilibdi. Ma'amdoq. Mana. Chasaqalni pechet yasib oldik. Amsta tumshiqga miras to'kilmas kim tanlayli tumshiqga o'zgarib baqsa do'sa rasmini yo'lashini tuqamanglar. Qandaroq o'ziyadi endi ko'ramiz. Undan sonra men cho'ndadimiz qandaroq o'zgaribdi. Bunga yaqib qolsa talab fikringlarni qabul qilamiz. Ikkilar qatim yana o'zgarishni xohlagan bo'lsa qolsanglar, rasman inkasran yo'llab qo'yishni tuqamanglar. Nab qasman sep qo'yaqtaga. Vaqtingiz ep qo'ydi. Umringiz uzun bo'lsin. Aka, men bizning hamsi mava tumshiq miras kiyimchiligimizning men sizga bir qurliq bir ko'ngil so'g'imiz bor. Rahmat, jiqqa. Yana o'zgarishni xohlagan bo'lsa qolsanglar, shu tumshiq, kon tumshiq miras o'kan qilib ismlasanlar oldi. Biz Tumshiq shahrida